Bugun menda eng yoddiy sharafga qo'ygan bloger bo'lsalar bu video sizlarga aniq qiziq bo'ladi. Birinchisi shunaqa LED kamera, примерно 300-350 ming edi narxi. Bularni hammasini bozordan oldim. Qaranglar qanaqa katta bu. Ko'zda chiqargan. Wow. Rangini o'zgartirsa bo'ladi. Холодный qilsa bo'ladi. Teplый qilsa bo'ladi. Bunga qo'shib men shtativ ham oldim, hozir ko'rsataman. Shundan o'rnatdim. Buni o'zi yetarli emas deb o'ylayman. Agar videolaringiz bo'lay atmosferada chiqishi uchun shunaqa narsa ham oldim. Wow. Hozir endi men buni nimaga olganimni ko'rsataman. Mana nimaga oldim buni. Orqada shunaqa chiroyli fon bo'lib turishga olgandim. Hozircha shunaqa ko'rsatdim, потому что hali разбираться qilmadim. No, будущем har xil rakurslarni ishlatib ko'raman. Поэтому kutinglar. Endi hamma videolarim yangi уровеньga chiqadigan bo'ldi. Распаковка yoqqan bo'lsa va sizlarga полезно bo'lgan bo'lsa, обязательно like va kommentariyalarni kutib qolaman.